Assalomu alaykum, mana aziz kuzatuvchilarim. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga podpiska va albatta like va kommentariyada chiroyli niyatlaringizni yozib ketishni unutmang. Bu video mana shu yilda oilamizga o'g'il farzand olib kelishni niyat qilgan, bu yil va kelasi yilda niyat qilgan aziz onajonlarimiz uchundir. Demak, bu videoda men sizga eng mashhur kalendarda o'g'il oylarni aniqlashni o'rgataman. Diqqat bilan qarang, mana shunday kalendarlarda natijaga erishgan mijozlarim. Mana bu mijozimni ko'rib chiqamiz. Bu mijozim homiladorlik vaqtlarida ham yozganlar, ultratovush tekshiruvlari mana 100% o'g'ilcha deb rasmga olib bergan va oxirida 7-sentyabr kuni. Bu faqat shu kunlarda bo'lgan natijalar xolos. Bizda bunday chaqaloqlar yuzlab tug'ilgan. Va mana o'g'illik bo'lganlar 4 ta qiz farzandlari bor. Ularni yozgan vaqt 2023-yil avgust oyida 4 ta qizim bor. O'g'ilga hisoblatsam to'g'ri chiqarmikan deb yozganlar. Biz ulardan bilan birga ishlaganmiz va murakkab usulda taqvim qilganmiz. Va mana bunisi ikkinchi mijozim 2024-yil yanvar oyida yozganlar menga 2 nafar qizim bor deb. O'g'ilga taqvim qilish uchun aloqaga chiqqanlar va biz murakkab usulda mana taqvim qilganmiz va yuqori oy kelgan. Va bu oyda o'g'il uchun harakat qilingan. Mana orada yozganlar 12 haftalik bo'lgan va o'zi o'g'ilga o'xshayapti degan, ammo 100% deya olmagan. O'g'ilga ham qizga ham tortyapti degan rasmlarni yuborganlar. Mana sanalarga ahamiyat bering. 2024-yilda taqvim olgan mijozlarim bular. Va mana sentyabr oyida bizga xabar yozdilar. O'g'illari hozirda katta bo'lib qolganlar. Ha, bu mijozim 2023-yil olgan, adashmasam. Yana ham sanasini videoda yuqorida ko'rishingiz mumkin. Va shuningdek, yana bir mijozimiz bor. Ularni ham 3 nafar qizlari bor, 3 yoki 4 nafar, hozir aniq ko'ramiz. Bularda ham o'g'il farzandli bo'lganliklarini yozganlar. Mana bular bilan ko'plab yozishmalarimiz bor. Ya'ni o'g'il farzand uchun harakat qilinganda jinsini ham aniqlaganmiz homiladorlikdan keyin, ya'ni o'g'il homila chiqqan edi. Mijozim juda ham xursand bo'lganlar. Qaniydi o'g'il bo'lsa deb yozgandilar va mana sentyabr oyida o'g'lon dunyoga keldi. Tug'ruq bo'lgandan keyin sirazi menga yozganlar va qo'liga olganlaridan keyin bir kun o'tib rasmlarni yuborganlar. Bu ikkinchi farzandlarni hisoblashimiz. Bu mijozimda adashmasam ham o'zlarini ikkita homilasini, ham singillarni homilasini jinsini aniqlab berganman va uchalasi ham to'g'ri chiqqan. Bular doimiy mijozlardan biri. Demak, mana shunday natijalar bizda juda ham ko'p. 4000, 5000 lab. Bu esa mani kalendarlarim. Albatta 100% usul yo'q. Avvalo Allohdan, biz sababini qilamiz xolos. Demak, bu kalendarda zo'r qilib chiqartirib berganim tarafi har bir yilni oyi bilan keltirganman. Sizlar bilan olamiz. Bu safar 6 oy ichida 1995-yil tug'ilgan ayol va 90-yilda tug'ilgan erkakda qaysi oylarida qiz va o'g'il kelishini aniqlaymiz. Ya'ni o'g'il kerak bu mijozimga. Bu mijozimda 2 ta qizi bor. Hayzi agar bo'lsa kerak, hayz bo'lmasam kerak emas. Onaning yoshi 30 yoshda hozirda, lekin bu kalendar uchun onaning yoshi 32 yosh qilib olinadi. Chunki yanvar oyida tug'ilgan. Tug'ilgan oyiga qarab bitta yosh tepaga yana ham 1 yosh qo'shilib o'sishi mumkin. Ya'ni mana ko'rasiz, ularni tug'ilgan yili 95-yil yanvar orasiga kirib ketadi va bu yerda dekabr oyida o'g'il bolacha keldi. Va ikkinchi o'g'il bolacha oyi esa fevral beryapti. Dekabr va fevral. Bu Xitoy taqvimini yana bitta ko'rinishi. Xitoy taqvimining o'zini 5-6 xili bor. Men sizlarga hozir bittasini berdim. Dekabr oyida o'g'il bola keldi va yanvar oyida o'g'il bolacha kelyapti. Va bu bitta usul. Bitta usulda 2 oy kelyapti 6 oydan. Endi men 3 ta usulda tuzganman. Bular uchun 3 ta usulda jamlab o'g'il oylarini eng yaxshisini chiqarganman. 3 ta usulda ketma-ketlik. Bu yerda qisqa yozaman, chunki bu taqvimlar bilan ishlayverganim uchun 6 yildan beri bular yod bo'lib ketgan. Ya'ni qarang, yuqorida 9-oy, ya'ni sentyabr kelmagandi, lekin 3 ta usulda chiqarilganda pastda
yana usul qo'shilgandan keyin 3 tadan tashqari plus 2 ta qo'shishimiz mumkin. Sentyabr oyi juda zo'r o'g'ilga kelyapti va dekabr o'g'ilga zo'r kelyapti. Va bizda yuqorida fevral oyi o'g'il chiqqandi birinchi jadvalda, ammo keyin ketma-ket usullar qo'shganimizda fevral oyi tushib qolyapti. Ya'ni bu ayol va bu erkak